Hazrati Ibrohim va nomusli kelin. Hazrat Ibrohim alayhissalom to'ng'ich o'g'illari Hazrat Ismoilni ko'rish uchun Makka ga keldi. O'g'lining uyiga kelib eshikni taqillatdi. Eshikni bir xotin ochdi. Xotin qo'pol va arazlagan bir muomalada Hazrat Ibrohimga "Kimsan? Kimni so'rayapsan?" dedi. Hazrat Ibrohim g'oyat past ovozda "Siz kimsiz?" dedi. Xotin zarda bilan "Men Ismoilning xotiniman." "Ismoil qayerda?" "Uyda yo'q, ovga ketgan" deb javob berdi. Xotin qo'pol va sovuq ayol edi. Yomon xulqli ekanligi yuzidan va muomalasidan sezilib turardi. U nur yuzli qariya mehmondan kimligini so'ramadi. So'rash xayoliga ham kelmadi. Uning aqli past, qalbi ham pok emas edi. Mehmonni ham xushlamasdi. Hazrat Ibrohim otidan tushmadi va kimligini ham aytmadi. Otalik shafqati ila o'g'lining turmushini, ahvolini bilmoq uchun kelgandi. "Ahvolingiz, turmushingiz qanday?" deb so'radi. "Juda qiyinchilik bilan yashayapmiz", noshukrlik bilan javob berdi kelin. Hazrat Ibrohim o'g'lining bunday qo'pol va axloqsiz ayol bilan yashashi, aqlsiz ayolga uylanganidan juda afsuslandi va bunday dedi: "Ering kelishi bilan unga aytib qo'y, uyining ostonasini almashtirsin." Hazrat Ibrohim boshqa hech narsa demay kelgan tomoniga otini burib ketdi. Ko'p vaqt o'tmay Hazrat Ismoil ovdan qaytdi. U vaqtlarda Makka da istiqomat qiluvchilar ov go'shti yeb kun ko'rishardi. Shuning uchun Hazrat Ismoil tez-tez ovga chiqardilar. Hazrat Ismoil eshikdan kirar-kirmas burniga xushbo'y hid keldi. Xotiniga "Bugun bu yerga birov keldimi?" deb so'radi. Xotini "Ha, keldi. Bir chol seni so'rab keldi va o'g'lim uyining ostonasini almashtirsin deb otidan ham tushmay qaytib ketdi" deb javob berdi. Hazrat Ismoil bo'lgan voqeani darhol tushundi. Kelgan chol otasi Ibrohim alayhissalom ekani va ostonani almashtirsin degani uning axloqsiz, fe'li yomon xotiniga tegishli ekanini bildi. Oradan bir oz vaqt o'tib, oilada kelishmovchiliklar chiqib, Hazrat Ismoil xotinini taloq qildi. Boshqa bir qizga uylandi. Kunlardan bir kun Hazrat Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoilni ko'rish uchun yana keldi. Ota to'ng'ich o'g'lini sog'inib, chin qalbdan ko'rishni istardi. Ko'rmasa bo'lmas edi. Ayriliq azobi uni qiynar edi. Avvalgi kelganida o'g'li yomon bir ayolga uylanganini ko'rib, yuragi ezilgan, 2 karra xafa bo'lgandi. Hazrat Ibrohim shunday hasrat ila Makka ga keldi. O'g'lining eshigini taqillatdi. Eshikni bir yosh ayol ochdi va "Erim uyda yo'q" dedi. "Qayerda?" "Ovga ketganlar." Hazrat Ibrohim "Ahvolingiz, turmushingiz qanday?" dedi. Xotin "Yaratganga shukr, juda yaxshi. Tashvishimiz yo'q" deb javob berdi. "Va otajon, siz bir oz dam oling. Uzoq yo'ldan kelayotgan ko'rinasiz. Bir 2 luqma ovqat ila mehmon qilaman" deb o'tinib, nurli yuz payg'ambar alayhissalomga hurmat, iltifot ko'rsatdi. Hazrat Ibrohim alayhissalom vaqtim yo'q deb ketmoqchi bo'lgan bo'lsalar-da, qo'yarga qo'ymay ovqat bilan mehmon qildi. Hazrat Ibrohim alayhissalomning qalblaridan "Ya Robbi, shu cho'l va biyobonda farzandim va zurriyotimni qoldirdim. Ularga yaxshi, totli rizqlar bergin" deb qilgan duolari o'tdi. Va o'g'li Ismoil alayhissalomning oqila ayolga uylanganidan juda xursand bo'ldi va qaytishga taraddudlandi. Keliniga aytdiki, "Mendan hojangga ko'pdan ko'p salom ayt. Uyining ostonasini yaxshilab muhofaza qilsin, qo'riqlasin." Hazrat Ismoil ko'p vaqt o'tmay ovdan qaytdi. Uyida xushbo'y hidni his etdi va ayolidan so'radi: "Birov keldimi?" Ayoli: "Ha, nuroniy bir keksa otaxon keldi. Sizga ko'pdan ko'p salom aytdilar. Qarang, mana bu tosga avval o'ng oyog'ini qo'ydi. Yaxshilab qarang, oyoqlarining izi turibdi. Sizga salom aytganlaridan so'ng uyining eshigini yaxshilab muhofaza etsin" deb qaytib ketdi. Hazrat Ismoil juda sevindi, quvondi, faqat otasining nur yog'ilib turgan yuzini ko'ra olmagani uchun afsuslandi. Quvonchini xotiniga ham izhor qildi. "Ey mening xushfe'l, yuz ko'zlari kulib turuvchi, mehmon do'st, yaxshilik qilishni yaxshi ko'ruvchi jufti halolim. Kelgan nuroniy yuzli qariya mening mehribon otam Ibrohim payg'ambardir. Uning ostonasi bu sensan. Otam sendan juda mamnun bo'lgani uchun shunday degan." Mana shu xushfe'l, oqila ayol zurriyotidan
keyinchalik ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam tug'ilganlar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shajaralari Ismoil alayhissalomga borib taqaladi. Ismoil alayhissalomning farzandlari esa mana shu oqila ayoldan tug'ilganlar. Izoh va o'git. Ey musulmon birodar, xushfe'llik insonni jannatga olib boradi. Bu dunyoda ham jannat hayotida yashashga imkon beradi. Chunki oila go'shasi ham jannat hayotining bir turidir. Jannat kabi hayotni faqat va faqat oila go'shasida yashasa bo'ladi. Bu esa oilani tuzgan ona va otaning, ya'ni er bilan xotinning bir-biri bilan totuv bo'lishlariga bog'liqdir. Bu oila qurayotgan qiz va yigitning axloq tomonidan bir-birlariga uyg'un va mehribon bo'lishlari demakdir. Ushbu hikoyada shunday nozik jihatlar bor. Go'zal xulqli, irodali, irfon sohibi bo'lgan bir ayol ila yomon va xulqsiz, tuyg'usiz xotinning qurgan oilalari hech qachon bir-biriga o'xshamaydi. Birinchisi jannat, ikkinchisi jahannam hayotini paydo qiladi. Shuning uchun Hazrati Ibrohim alayhissalom birinchi kelini to'g'risida uy ostonasini almashtirsin dedi. Ikkinchi kelinining xulqini ko'rib, mehmon do'stligini ko'rib, shunday xotin erni baxtli qila olishini bilib, uyining ostonasini yaxshi qo'riqlasin deb salom aytib ketdi. Bu bir haqiqatdirki, holiga shukr etmagan, eriga mehr va hurmat ko'rsatmagan xotin qanchalik go'zal bo'lsa ham oilaga huzur va baxt keltirmaydi. Baxtiyor etmoq uchun xotin yaxshi tarbiya ko'rgan bo'lishi va o'z aqli ila erining qadr-qimmatining balandligini tushuna olishi zarur. Bunday ayolni haqiqiy mard, jasur, Allohdan qo'rquvchi erkaklar ham hurmat qiladi, haqqiga rioya qiladi va unga bu dunyoda hurmat, ehtirom, sevgi, muhabbat va mehr ko'rsatadi. Alloh taolo hammamizning oilalarimizni mana shunday oilalardan bo'lishini nasib aylasin.